Taroziga tortganda 850 kilo chiqqan ekan. O'rtacha baraka bo'libdi, 50 million so'm naqd pulni ko'rdi. Zo'r mana aka. Yoshlari qanday buni? 4 yosh. 4 yoshlar. Boqqanga rahmat dedik mana aka. Assalomu alaykum aziz Sahrodagi Bo'ron YouTube kanalini doimiy kuzatuvchilar, aziz chorvaga qiziqib turgan aka-ukalarimiz, Samarqandning Paxtash tumani Kalin va Chuqurmol bozoridan video syomkalarimizni boshladik. Faqatgina podeshkada bo'lasizlar. Bir tomondan layklarni bosib qoldirsizlar, juda ham xursand bo'lamiz. Narx-navolarni yoritib beramiz. Bugungi bozor bilan bo'ylari ekiladigan bo'lsak, oldi orqasi deyarli bir xil eng katta mol mana shu turibdi bozorda. Taroziga 850 kilogrammgacha tortilgan ekan. Bo'yi 1.75 atrofida kelib qoladi ekan. Plus minus 1.70 dan kam emas ekan. Meni bo'yim bilan barobar turibdi. Narxlarni ko'ramiz bo'lmasa bir qator. Aka nechta sotildi sigir? Videolarni boshladik. Podpishka sizlardan chiroyli sifatli videolar bizlardan bo'ladi bo'lmasa. Aka nech pul ekan ho'kiz? 43 million so'm aytilishi. Savdosi bo'lsa gaplashib olsak bo'laveradi. Aka bozor nima dedi? 38 million 500 gacha bozor savdo qildi. Yaxshi, bu ham smitalchalar tushgan ekan. Bu safar ham etik olmadim. Aka qancha ekan bular? Puli qancha bular? Puli 40 deyapti aka. 40 million so'm aytilishi, kami bor. Mana men ishni aka. Qancha ketdi aka sigir? Rais mana. Rais toli. Shoygan? Ha, Bobur mana Bobur. Qovun berib qo'ygan mollarni, qo'y. Mana aka. Sifatlari yaxshi ekan lekin. Qanchagacha savdo bo'ldi bu? Aka taroziga 66 ming so'rayapti. Taroziga 66 ming so'mdan so'rayapti. Ikkalasi bir joyga 66. Bir joyga 66 ming. Mana bu she'riga. Tortib ko'rmadingizmi? Necha kilodan keldi? Kilo vazni, bunisi 480 kilo. Bu 500 kilo plus minusida, bu 470-480 kilo atrofida ekan. Mana. Mana. Qovun berib boq. Qovun berib boq. Nomerini ham olyapti. Mana. Sotildi bu? 26 million so'mga baraka bo'ldi mana. Bolasimi aka? Ona o'zincha barakasini bersin. Simentalchalardan davom etamiz bo'lmasa. Aka qancha ekan bu? 35 million so'm aytilishi. Bo'ylari pastroq, kalta poycha simentalchalar mana aka. Примерно 1.25 lar kelib qoladi. 1.20 dan 25 gacha. Bozorda nima so'radi? 32 million. Ha. Yosh qanday? 35 milliondan. Bozor 32 shu atrofda so'ragan. Mana eng kattasichida mana bunisi. 32 ga berish kerak. Qanchalar ketadi? Mana shu. 30 lar atrofi. Jon. Ana bunday zo'r qizlar bor. Kimlar aka sizlarmi? Puli qancha ekan buni? 45 million aytilishi. 32 million 500 aka so'rayapsizmi? 37 million 500 aka so'rayapti. 37 million 500 gacha. Oldi ham, orqasi ham bir xil ekan. Sahrodagi Bo'ron aka. Sifatlari o'ta chiroyli ekan. YouTube'dan 32 500 dedingizmi? 37 500. Xo'p. Taroziga tortdingizmi aka? Yo'q, tortilgani yo'q.
Oqqanga rahmat dedik, mashalloh. Mana aka, zo'r akalar. Sifati o'ta chiroylilar kirgan mana bu yerga, bozorlari. Lekin eng kattasi butun bozorda bo'yi uzuni ham, novchasi ham, kilosi balanti ham mana shu bo'ldi. O'tgan hafta 930 kilolik katta navo tushgan edi. Bu safar 850 kilogacha mana katta navo tushgan ekan. 50 million so'mga baraka bo'ldi mana shu kuzovi. Bo'ylari uzun lekin 175 dan fil ustida keladi. Oldida odamni ko'rishingiz mumkin. Mana ko'kizda o'zini bo'yini ko'rishingiz mumkin. Mana aka. Sağ aka. Kimdan aka sizlarmi? Qancha puli? 38 million so'm aytilish bahosi. Sahrodagi o'ram. Aka, bozor nima so'radi? Qancha? 38 millionga savdo bo'ldi. Yaxshi aka. Yoshlar. Ha, malaka. Yosh qanday buni? 3 yoshlar, ha? Zo'r. Hali tortib ko'rmadingizlar kiloga? Qancha chiqdi? 616 kilo. 616 kilogacha tosh bosdi. Jivoy veska qancha so'rayapti? 62 dan berdingizlar. Barakasini bersin. Boqqanga rahmat dedi-ku. Zo'r. Charchamangizlar mayli, savdo bersin. Mana bu yerda ham olmayotganlar bor ekan. To'g'risi ichkari bozorga kira olmadim. Bu safar ham etik kiyapman shuning uchun. Yangi etik olish kerak. Aka o'zicha qancha ekan? 23. 23 million so'm aytilyapti. Pulchi aka bozor so'ragan. Hasan akam 21 million so'mga so'radi. Aka o'zi olib qo'ygan. Zo'r. Tortib ko'rdingizmi? Tirik vaznga qancha chiqdi? 326 kilogacha tosh bosdi. Nech bilan olyapsiz aka? Tiriklayga. Tiriklayga o'zi. Zo'r. Mayli aka, savdon bersin. Charchamangizlar. Orqalarni bitta tomosha qiling. Mana. Savdolar ham bo'lyapti deyapti. Nech pulga boryapti savdosi buni? 62 da taroziga so'raman. Ha, mana yaxshilab o'tib. 62 ming so'mdan taroziga so'rayapti. Ber onangi berdi. 62 ming so'mdan taroziga. 37 savdo bo'lyapti. Aka nech pulga bordi? Bizga davo yo'q aka. Yolg'onni ham uchiga chiqarasiz. Mana. Sifatlari yaxshi lekin zo'r. Biz qo'sa qo'yamiz. Ona bola 7,5 mingdan qaytdi. O'zi qancha so'rayapsiz? So'ragan sotyapmiz. Yo'q. Bozor qancha so'radi uni? 6,5 ming necha so'radi? 6,5 so'rab bermadi. Buni qancha so'radi? Buni 6 million 700. Yakkami? Ha, qo'chqor. Qo'chqor, 6 million 700. 6 so'radi. 6 milliongacha so'radi. Ishonmadim lekin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sahrodagi Bo'ron kanalining obunachilari, YouTube tomoshabinlari, Samarqand paxtachi, mol bozori nasib bo'lsa 3 fevral sanasi bilan videolarimizni boshladik.
Qaysi savdo bo'lyapti? 35 toza bo'ldi. Berek rahmatulla o'zi berek. Berek Nodir akaga berek. 35 yarim olganman, xudoga ishonsin. 3 million 500 Yer 35 yarim. Bo'ldi. 3 million 550. Otdim bego kamera. Kasal. Sahradagi bo'ro. Halim baqaga mana bachedim Morgutdan kelgan. Mana. Ismi Halim. Rahmatli. Xo'p, narx-navolarni boshladik akalar. Xo'p. Ha, mana telpeda bu orasida Kamera keldi mana Sahradagi Savdo bo'ro. bo'lyaptimi mana shular? Katta bu. So'rang. Qancha savdo bo'lyapti? Talab bo'lyapti aka. Qancha bu? aka na hafta olib ketsa Instagramga qo'yma. Nima qilmaydi, qo'ying aka. 2 hafta oldin qo'ydi aka. Qo'ysizmi? Ha, chiqdi. Va gapirtir. Qancha bu? Zo'r bo'lgan gapirtir. Aka bugun qanday bo'ldi? Kalini bosar. Aka necha pulga oldingiz? 6 million 400 ming so'mga baraka bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Bir balo qilib chiqib oldik. Narxlarni ko'rib ketaylik bo'lmasa. Aka necha puldan aka? 2 million 500 ming so'mdan shirvozlar. Kami bor. Bozor qanchadan so'rayapti? Ha, bigri. 2 million 200, 2 million 300 shu atrofida ekan. Bir joyga 2,5 dan berasiz hammasini, ha? O'tib ham berasiz. Yaxshi. Aka bular qanchadan ekan? Bular 8 million. Bular Uchalasimi? Har biri. Bittasi. 8 milliondan Bunisi ham 3 ta, bunisi ham 3 ta. oz bo'g'ozmi? 3 tadan chiqadi. Nima qimmat aytyapsiz? Ha, 3 tadan tuqqanda qanday qimmat bo'ladi? Ya bolasi yo'q-ku qay? Balans bo'lmasa ham buni so'rab o'tiribdi. Bozor qancha 7 so'radi? milliondan so'rayapti. 7 milliondan. Ko'ziga ko'rdik balani bir o'tmang. Wow. Ha. Bozor Lozim bo'ladi so'rinsa. 93 bo'ldi. Paga ayting. Shamolga menib anom tiydi. 93 bo'ldi. Ber aka. O'ynab kulib, Sarvar aka. Sarvar aka bering bittasi. Sarvar aka. necha puldan bo'lyapti ekan akalar? 5 milliondan aytilishi. Yakka qo'ylar ha bular. Bozor nimadan so'rayapti aka? 4 million 500 dan. Necha oyda to'qadi? Qisirma. Bo'g'ozi yo'q anchada. Yaxshi. Aka ona bo'lami? Yo'q, bular yakka xul. Yakkadan ha? Mana shu shirvozcha qancha? Qachon 2,5 deyapmiz. 2 million narxi so'rab turibdi. 2 million pastida so'rab turibdi. Ha, urg'och qo'ldicha. Buchi? Bular 5 milliondan deyapti. Sog'liq. Sog'liqlar. 3 oydan ziyod bolasi. Qornida 3 oydan ziyod bolasi ham bor. Mana shuni qancha qildi bozor? Buni bozor 4 million so'radi. 4 million so'radi. Yaxshi. Aka qaysini so'rayapsiz? Katta bo'l so'radi. Mana bunimi? 4 million so'radi, ha? 4 million so'rayapti akani o'zi. Qo'shsangiz bitta ashimiz. Men sen qo'shamayman, men sen ketmayman lekin. Endi To'rt million ikkita ushtasi borda. Siz qo'shing, harakat qilsangiz aytasiz. 4 million so'm. Baravar. Bering aka. Bitta qo'ymasang farqi. 4 million ikkita ushtasi so'rab turibdi, hozir ham berilgan. Mayli, sizlarga suyash, ularga aytdim, 4,5 so'ralyapti, olsanglar bitta. Yaxshi. Naryoqda ham zo'r savdolar bo'lyapti. Necha puldan ekan aka? Ular ushar bo'lgan. 3,5 dan aytilishi. Qo'chqorchalar uchun. 2,5 dan so'radimi? 3 dan so'rayapti. 3 dan so'rayapti, ha? Mana.
Narxlar aytingchi aka. Narxlari qanchadan bo'lyapti narxlar? Aytmasiz, aytmang aka. Qaysini savdosi bo'lyapti? Uchalami? Mana shu boshdagi uchalasi, ha? Aslında doğruyu söyleyemem. O zaman iyi gidiyor. Mana. Qanchaga sotildi? 6 milyon pulli ikkita bor, mana uchovi 9,5 million pulli. Uchalasi mana bu 9 milyon 500, ikkalasi 6 million, ha? İkkalasi 6 million so'm sotildi. Boya shuni 8 milliondan deyatgandim, donasini. Astagina ketmasak, obro'yimiz bordi dedik. Mana. Eng qimmati? Bozor bo'yicha eng qimmatimi? Qancha narxi? 12 million. O, anaka. Bolasi qo'shqorcha. Zotimi aka buni? Surxondaryo, Hisori qo'ylardan. Bozor qancha so'ra aka? Bola ham bola ekan, haqiqatan ham sifatini qarang mana. 9 million 500 bozor so'radi. Nechinchi tug'ish aka bu? 3-chi bolasi. Yaqinda tuqqan shekilli, bir oylar oshib qoldi. Nari beri. Yana bormi? Qo'shqorlaridan topiladi. Yakka ham sotasizmi bolani? Yana bir oylarda ayirasizlar, to'g'rimi? Mana. Nomer ayting. 12'de yapsın. Nomeringizni ayting. 99'lik 99lik 134 134 98 97. 98 97. Gaplashib aloqaga chiqaramiz. Aka, savdoni bersin. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Mana shu. Qancha so'rayapsiz? 4 million 600 ming so'm so'ralyapti. Urg'ochimi va qo'chqormi? Qo'chqor, ha? Zo'r ekan, ha, lekin. Qo'chqorlarni taroziga qancha bo'lyapti oyoqlar? taroziga har xil 70 minggacha 70 68 67 68 dan 70 minggacha bo'lyapti, ha? So'yib olishchi? so'yib olish 135 ming. 135 140 sotamiz bozorda. 140 sotilyapti. Mana. Savdoni bersin akalar. Ha. Berasizmi? Qaysini so'rasiz aka? Ona bolalar so'raychi, ona bolalarni. Ona bolalar necha puldan ekan bu? 7 million. 7 million so'mdan. Balasi mana katta. 7 million so'mdan. Mana buni 2,5 dan aytilishi bular. Nargisi 2 million. Bu 2,5 mi? Necha puldan so'radi bozor? Bozor mana shuni 1 million 900 so'rab, mana 1 million 2 million 200 so'rab. 1 million 900 ga 2 million 200. Bermadim. Menga endi Kitmon dastada bu. Kitmon dasta. Bunisi arab, ha, birinchidagi. Bu Kitmon dasta. Yaxshi. Mana bolachalari zo'r ekan lekin, sifatli. 7 million, Egizmi? 7 million so'm egizi bilan. Mana. Bozor qancha qildi buni? 200 million. Bozor. Telefonga tushunasiz. Mana endi yutib qo'yaylik. Mana shu. Hozir syomkadaman, aka, tugatib olaylikchi. Mana shularni aytaylik. Qaysiga yetib bordi aka? Mana shu. 7 million so'mga bordi. O, qo'chqorchami deyman, ha? Qancha deyapsiz buni? 2 million 500. Bozorchi 1 million 800. 2 million 200 gacha so'radi.
Yaxshi akalar, bugun videomiz salgina qisqaroq bo'ldi. Yakunlasam rozi bo'lasizlarmi? Keyingi safar yaxshi bo'lsa zo'r qilib olamiz. Qo'lan kelganicha. Bugun narki bozorga kira olmadim. Oyog'im botib qoldi, to'g'risi yurishda ham qiynalib ketdik. Ona bolalar necha puldan bo'lyapti aka? 38 dan olindi. Olindi Olindi. 3.800 dan. Nechtasi? Hammasini. 11 ta. 11 tasi 3.800 ming so'mdan bir joyga baraka bo'ldi. Zo'r olibsiz aka, lekin mana. Mana bular egiz. Bular egiz. Qancha oldingiz egizni? Ichida hammasi. Hammasi 3.800. Zo'r. Mana. Qo'chqor qo'y aralasha Bo'g'ozi hammasi. ham bor ichida. Ichida hammasi bo'g'ozi ham bor ekan. Bo'g'ozi ham bor. Yurakchani qizartirib, patizga tashlab qo'ying. Samarqand paxtachi mol bozoridamiz. Necha sotildi bu? 23 million so'mga baraka bo'ldi mana. Necha pul sotildi aka? Qanchadan? Hech kim so'ramadi. Hech kim so'ramadi. Necha pul sotildi? Nechi pulga oldingiz ayting? 2 million so'm. 22 million olindi. To'tapdan Mana shu katta ho'kiz ham baraka bo'ldi. Bozordagi eng katta ho'kiz 50 million so'mga sotildi. Mana akamiz o'z ishtiriga baraka qilib oldi. Buyursin aka mana. Samarqand paxtachi Kallin seshanba Chuqurmol bozorida nasib bo'lsa videolarni chiroyli qilib oldik. Yurakchani qizartirib do'stlaringizga borib podpika qilish esdan chiqmasin. Eng yangi videolar faqatgina bizda bo'ladi. Ha jonivor lekin, mashalloh. Boqqanga rahmat mana aka.